Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 24-fevral va haftaning ikkinchi kuni seshanba. Bizda bugun kutilayotgan iqtisodiy yangiliklarga qaraymiz. Iqtisodiy kalendarda bugun 4 haftalik GDP hisobotining o'zgarishligi va CB tomonidan e'lon qilinadigan iste'molchilarning ishonch indeksi va undan tashqari AQShda e'lon qilinadigan AQShdagi neft zaxiralari, ya'ni API tomonidan, Amerika neft instituti tomonidan e'lon qilinadigan ma'lumotlar hozir bizning e'tiborimiz markazida. Bozorga qaraymiz. Kechagi tahlillar nima bo'ldi? Asosan mana shu tahlillarni berayotganda yana bir takrorlab o'taman, chunki kuzatuvchilarimiz yangilanyapti. Strelka chizdi degani ketadi degani emas va shunga e'tibor qilish kerak. Strelka chizdi degani mana shu tomonga yo'nalish qarash kerak degani. Qaranglar, kecha yo'nalishlar misol uchun mayli tilida yuribmiz ekanda, ba'zi juftliklarda autam chizgandan keyin yuribdi ba'zi holatlarda, lekin hamma juftlik emas. Dollar yapon yenasi misol uchun selga pozitsiya qaraymiz deyilgan va pozitsiya qarash zonalari bizda ayni mana shu FVG zonalaridan bo'ladi va FVG nima ICT darslikda ham o'tgan masalaga buni biladiganlar bor va mana shu zonadan qarash mumkin edi yoki mana bu yerda chizilgan FVG dan qarash mumkin edi. Ayni kuzatuvchilarimizdan biri menga tahlillarini tashladi. O'shalar bilan ulashmoqchiman agar ular ham o'zlari shu yerda bo'ladigan bo'lsa. Demak, mana bu tahlilni tashladilar. Mana dollar yapon yenasida selga FVG zonadan tahlilni tashladilar va mana vaqt o'tib oradan tahlilni ishlagan holati. Mana shunaqa holat o'rtoqlar, bozor pastga chizildi degan pastga ketadi emas, texnik tahlil asosida mana shu yo'nalish bo'yicha yo'nalishni qaraymiz degan narsaga e'tibor qilish kerak. Shuni ta'kidlamoqchiman, ya'ni bo'ldi, chizdi ketdi emas, mana shunaqa mana shu insonga o'xshab kuchli tahlil qilsanglar, o'zinglarni klassikani ishlatinglar. Mana bu yerda zonalarni chizinglar. FVG bo'ladimi yoki qandaydir blok bo'ladimi? Ana shu bo'yicha albatta bozor harakati sizga foyda beradi. Bugun nimani kutyapmiz? Bugun ham men dollarning aslida pasayishini kutyapman. Sabablarini sanab beraman va hozir ko'pchilikni qiynayotgan mana shu Oliy sud tomonidan e'lon qilingan Donald Trampning tariflari bekor qilinishligi nimalarga olib keladi? Donald Tramp qanday qilib tarif qo'yapti? Kecha aytgan narsalardan keyin menimcha ko'pchilik tushunmay qoldi mani. Kerakli masalaga sodda jaydara tilda tushuntirib beraman. Hozircha yo'nalishlarni pastga baholaymiz texnik tahlil asosida albatta o'rtoqlar. Mana bu yerdan qaranglar, hozir breaker blok bo'ldi. Mana buni yechdik, likvidlarni yechdik, lekin hozir sweep bo'ladimi, run bo'ladimi biz uchun hozir muhim. Mana bu yerda magnit zona bor ekan. Buni yecha olmadik. Oxirgi o'zi yasagan texnik likvidni yechyapti-da va hozir magnit zona bizni yana tortishi mumkinmi degan kutilmalar ham bor. Chunki qaranglar, chiroyli zonalar bor. Bu ham buni yechmagan. Bu albatta o'zidan bozor qaytaman degan mexanizmni tashlab ketyapti bozor o'ziga. Bu ham hozir sal shubhali bo'lib turibdi. Shuning uchun dollar indeksi texnik tahlil asosida ko'tarilib, undan keyin mana zonalarni yechgandan keyin pastlashi mumkin. Umumiy fundamental fon esa bizga selga berayotganligini yana bir bor sizlarga ta'kidlab o'tyapman. Demak, o'rtoqlar, biz hozir ko'rayotgan bozordagi holat dollarni pasayishi bo'lishi kerak va bunga sabablarni ko'rib chiqamiz. Texnik tahlil asosida qaraysizlar, imkoniyat bersa kichkintoy firmada kirib, albatta selga pozitsiya qarasa, menimcha trendga qarshi yurgan savdo bo'lmas edi. Dollardan boshlaymiz. Donald Trampning mana shu prezident bo'lgandagi favqulodda holat bo'yicha qonunlari, savdo bojlari tariflarini joriy qilgani bekor bo'ldi. Ya'ni Oliy sud nima deyapti? Oliy sud deyaptiki, Donald Trampni bir qancha tariflarini noqonuniy deb topdi. Hammasini emas. Bu yerda hammasini emas deganligiga men yana sizlarga izoh berib o'taman. Nima uchun hamma tariflar emas, ba'zi tariflar. Donald Trampning mana shu 24-bugundan boshlab, fevraldan boshlab ayrim bojlar bekor qilinadi va Donald Tramp yana boj qo'yapti. 10-15% deb. 10% qo'yapti aslida. Bu 150 kunga Donald Trampning vakolati bor. Kongressni roziligisiz Donald Tramp tarif qo'ya oladi. Qisqacha tarif qo'ya oladi, shu 10-15% deb qo'ya oladi va 150 kunga cheklangan muddatda 6 oylik. Undan keyin yana cho'ziladi yo'q bunisi noma'lum. Uni gapi bo'yicha undan keyin 15% gacha ko'tariladi degan gap bor. Lekin hozir ko'pchilikning tariflari yechiladi. Misol uchun Kanadaning 35% tariflari o'sha Indiya bilan yechilyapti yoki yechilib bo'lgan edi. Tariflar mana shu 50% qilib tashlagan neft mojarosidan kelib chiqqan tariflar. Mana shular o'rtoqlar yechiladi. Nima uchun? Chunki Donald Tramp oshirib yuborgan deb baholanyapti-da va Yevrosoyuz bilan shundoq ham o'zi 15% nalog bor edi. Yaponiya bilan nalog bor edi. Lekin ba'zilari yechilmaydi. Donald Tramp juda ham agressiv, juda ham jahli chiqyapti va biza juda ham ko'p yutdik. Bu adolatsiz holat. Biza yana ham ko'proq vakolat berganligi uchun Oliy sud bundan foydalanamiz va kim biz bilan o'ynashmoqchi bo'lsa, ularga yana ham qattiqroq chora ko'raman, yuqori tariflar qo'yaman deb aytayapti.
Menga kongressni ruxsati shart emas, deyapti. Ya'ni, sizlar bekor qildinglarmi? Men boshqa yo'l bilan yana kuchliroq tarif qo'ya olaman, deyapti. Kongress va demokratlar nima qilyapti? Bugun kongress o'rtali yig'ilishi bo'ladi, Donald Tramp nutq so'zlaydi. Vaqti hozircha noma'lum iqtisodiy kalendarda paydo bo'ladi. Ko'p vaqt bilan O'zbekiston vaqti bo'yicha 00:00, ya'ni 12:00 kechqurunda bo'ladi ko'pincha. Shunga e'tibor qilishlik kerak. Demokratlar aytyapti, Trampni tariflarni uzaytirishligini bloklaymiz, deyapti. Ya'ni Tramp 150 kunga tarif qo'ydi-ku, undan keyingisini bloklamoqchi, qonun qabul qilmoqchi. Yangi qonun loyihasini kirityapti demokratlar. Noqonuniy tariflar bo'yicha ko'rilgan zararni qoplash talab qilinadigan yangi tarifni ham ko'rib chiqolgan ekan. 2 yil bu bo'yicha sud davom etadi, 5 yilgacha sudlashamiz oliy sud bilan degandiku Tramp. Mana shunga qarshi demokratlar o'sha respublikachilar demokratlar bir-birini bilasizlar yomon ko'rishadi. Tramp respublikachilar partiyasidan. Xo'p. Hozir amal qilayotgan tariflarcha, misol uchun mana shu tariflar bo'yicha 150 kun uni kongress uzaytirmaydi. Mana shu 150 kundan keyin kongress uzaytirmoqchi emas. Bugun Tramp nutq so'zlaydi, juda ham uzoq nutq so'zlamoqchi va bu orqali imkon qadar harakat qiladiki, mana shu tariflar bo'yicha kuchli signallar berishga va bozorda yana dollarni zaiflash, tillarni ko'tarib bir nimani qilib tashlaydi. Xo'p, nimalar bo'ldi endi? Qaysi tariflar bekor bo'ldi deydigan bo'lsanglar, 1977-yildagi mana shu qanaqadir IAAPA menimcha yoki nimadir-da, qisqasi inglizchalar. Mana shu favqulodda holatlar bo'yicha bojlar qonuniy emas deb topildi, chunki Tramp buni bo'rttirib yuborgan ekan. Favqulodda holatlar bo'yicha nimalar kirishi mumkin? Mana misol uchun Xitoydagi elektromobil sohasida Xitoy rivojlanib, AQShdan o'tib ketishi mumkin. Ya'ni Made in USA degan yozuvni yo'qotadigan tovarlar ishlab chiqarishni boshlagan va u sohada rivojlanib ketayotgan davlatlarga qarshi tariflar, ayni ana shu tovarga qarshi tariflar, bu favqulodda holatlar va buni Oliy sud bekor qila olmaydi. Tushunarli, kongress ham hattoki. Chunki bu favquluddagi mana shu holatlar bo'yicha qonun, ya'ni bojlar. Mana shu narsada albatta Tramp o'zida yutib chiqishi mumkin. Xo'p, yana nimalar bo'ldi? Tramp mana shu qonun qoidadagi bitta qonuni bor ekan, u bilgan o'zi. Shuning uchun bir necha marta umid qildi-da, duoda bo'linglar, Oliy sud bizani qonunni noqonuniy deb topmasin, nimadir gaplar, esingizda bo'lsa, mana shu gap so'zlar ham ko'payadi. Mana shu qonunni 122-bandida Prezident vaqtincha maksimum 150 kun cheklangan hajmda boj qo'yishi mumkin degan. U avval 10% boj e'lon qiladi, keyin 10% 150 gacha oshirmoqchi, 15 gacha oshirmoqchi. Hozir albatta hamma davlatga nisbatan mana shuni qo'yadi deb qaralyapti. Oliy sud nima qildi? Oliy sud albatta bekor qilganiga endi Tramp 170 qanchadir milliard hozir qaytarish kerak. Bu narsalarni kongress nimadir qilaman deb o'zlarining ichida ichki nizo ketyapti-da. Bu holatda dollar zaiflashishga majbur va tillar ko'tarilib bizani qo'rquv indikatorimiz yuqoriga chiqishi kerak. Hop, yana nimalar bo'ldi? Endi Xitoyning ayrim sanoatlariga, mana misol uchun esingizda bo'lsa, Donald Tramp po'latga, alyuminga, harbiy strategik texnologiyalariga, qishloq xo'jaligi mahsulotlariga tarif qo'ya oladi va alyuminiy po'latlarniki bekor bo'lmaydi. Buni e'tiborga olinglar. Chunki bu mana shu sanoat sohasidagi rivojlanish, kumush misol uchun, bular albatta sanoat sohasidagi rivojlanish iqtisodiy holatda AQShdan o'tib ketishga mumkin bo'lgan Xitoy chiplar ishlab chiqaradi. Ana shu po'lat alyuminiylar, u tariflar bekor qilina olmaydi. Kongress siz ham Tramp buni qo'ya oladi. Chunki AQSh milliy xavfsizligiga tahdid desa bas Tramp bo'ldi. Mana shu gapni aytadi va shu qonun bilan po'lat alyuminiy misol uchun налогlarni ushlab turibdi. Avtomobillar ham shu ro'yxatga kiritish mumkin, chunki boya sanab o'tgandek Xitoyning avtomobillari, lekin Oliy sud bunga to'g'ridan-to'g'ri to'sqinlik qila olmaydi. Lekin tekshirish mumkin, ko'rish mumkin. Agar haqiqatan ham bu mana shu avtomobil importi bilan milliy xavfsizlikka xavf desa, bu huquqiy jihatdan to'g'riligi bor bo'lsa, Oliy sud buni bekor qila olmaydi va Tramp bu borada yutadi. Tramp birinchi marta mana shu holatlarda yutqazgandek o'zini tasavvur qildi va ko'p holatlarda ko'p negativ chiqyapti va hamma dollarni tushadi, pastga deb baholayapti. Bu Yevrosayoz uchun og'ir keladi, chunki Yevropada keladigan mashina, misol uchun Germaniya, Fransiya mashinalari, Yaponiya, Janubiy Koreya, Meksika ba'zi holatlarda mashinalari bor, AQSh kiradigan. AQSh ishlab chiqarilmaydigan ba'zi qismlar, misol uchun import bo'ladigan mashinalar qismlari, to'g'rimi? Boj qo'yishi mumkin bularga. Oldingi bayonotlarda, misol uchun Tramp aytardida, palonchiga oshiramiz, buni o'ylab turibman deb. Va mana shu narsalar o'z holatida qoldi va u ko'p tariflarni qonun bo'yicha qo'ygan, lekin ba'zi holatlarda
AQShga shunchaki ko'proq investitsiya olib kirsin Yevropa yoki Yaponiya boshqa davlatlar deb tariflarni ba'zi holatlarda oshirdi. Shunchaki nima uchun deydigan bo'lsak, u shu narsani xohladi. Ya'ni tariflar orqali AQShda Yaponiya zavodlar quryapti, misol uchun AQShni aksiyalariga AQShga investitsiya kirityapti 500 milliard misol uchun. Mana shu narsalar albatta AQShga plyus bo'lsin deb qo'ygan, lekin to'g'ri. Haqiqiy qonun bo'yicha qo'ya oladigan nalogga yaqinlashtirgan, 10-15% gacha yaqinlashtirgan Yaponiya Yevropa kim bilan savdo kelishuvi qilgan bo'lsa. Lekin buni endi Oliy sud bekor qilyapti, lekin endi balki voz kechadimi, yo'qmi desak, Yaponiya ham aytayapti, hozir men uni gapirib beraman, Yaponiya narsa bo'yicha gaplashayotganimizda. Xulosa qiladigan bo'lsak, Tramp naloglarni, soliqlarni oshira oladi. Milliy xavfsizlikka asosidagi savdo qonunidan foydalanib va bunga sud to'sqinlik qila olmaydi. Tushunarli bo'ldi. Endi dollar holati bo'yicha gaplashamiz. Dollar hozir outsider, endi esa yevro bo'yicha. Yevro ham biroz cho'chiyapti bu holatdan. Yevro aslida yuqori ketishi kerak. Endi mana qaranglar, Aziya lowni hozircha degan bo'lsak, New York lowimiz bor va London low. Bular magnit zonalar bo'lib turibdi va imkon bersa FVG lardan kichik time frame'da FVG lar ishlab beradi. M15 ni tavsiya qilaman. Yuqoriga paysa qaraymiz, albatta zonadagicha. Mana misol uchun mana shu haygacha. Bu yerda ham yetib bormasa, mana bu yerdan atkat berishi mumkin-da. Uni yechib ketsa, undan keyin kuzatamiz. Yechgandan keyin mana FVG ni nima qiladi? Mensimay o'tib ketadimi yoki qaytadimi? Mana shularga e'tibor berish kerak bo'ladi. Bilasizlar, savdo bo'yicha texnik tahlil bo'yicha albatta paysa qarasanglar bo'ladi. Sentiment neytralni ko'rsatyapti. Hozircha yuqoriga paysa qarasa bo'ladi funt dollar juftligida ham. To'g'ri, funt o'zi outsider, lekin qarasak bo'ladi. Neft bo'yicha, neftda endi yuqoriga qaraymiz, chunki neft kechagi holat bo'yicha umuman qimirlamadi. Kecha pastlash kerak edi, chunki men sabablarini sanab berdim kechagi holat bo'yicha. Lekin bozor baribir geosiyosiy holatni baholadi. Ha, aytgancha yana mana shu ichki nizolar, mana shu Eron mojarolari hozir bizani e'tiborimiz markazida bo'lib turganligi uchun hozir neftda ham yuqoriga paysani yana qarashni ma'qul deb bildim. Dollar Yaponiya yenasi kechagi tahlil bo'yicha zo'r ishlab olishgan. Zo'r haqiqatdan men ma'qul ko'rdim. Ularning tahlillari chiroyli ishlagan va siz ham mana shunaqa yo'nalishni aniqlab shu bo'yicha texnik tahlil asosida yo'nalishdan ishlab olsanglar bo'ladi. Hozir ham misol uchun mana shu yerni o'ziga kelyapti, biroz qo'rqinchli zona, magnit zona bor. Ko'raylikchi, balki yana pastga tortib berish ehtimolligi bor. Bozor texnik tahlil bersa, pastga qaranglar. Yaponiya moliya vaziri nima deyapti? U mana shu juma kuni e'lon qilgan Oliy sudning qarorini tafsilotlarini diqqat bilan o'rganishligini, Donald Trampning har bir nutqi muhimligini aytyapti, chunki hozir newsmaker bo'lgan Donald Tramp. Har bir yangilik o'zi yangilik bo'lsa Donald Trampning har bir nutqi bu yangilikdan kuchliroq impuls beradi. Newsmakerda o'z yangilikni o'zi yaratadi. Oliy sud tariflari bo'yicha qarorlarning tafsilotlarini sinchkovlik bilan o'rganamiz deyapti. Bu Yaponiya yenasi bo'yicha gapirib beraman degandim. Moliya vazirining gaplari bo'yicha AQSh investitsiya paketlarini izchil amalga oshiramiz, ya'ni biz investitsiya paketlaridan voz kechmaymiz deyapti. Nima uchun desanglar, AQShning avtomobillariga nisbatan tariflari hanuz kuchda. Tushunarli, avtomobilga Yaponiya avtomobillari bu Yaponiyani iqtisodiy o'sishligini katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun Yaponiya avtomobillariga qo'yilayotgan nalogni yana ham oshirib yuborish mumkin. Donald Trampning vakolati bor-ku, milliy xavfsizlikka tahdid deb mana shu naloglarni oshiradigan bo'lsa, bu yomon. Shuning uchun Yaponiya munosabatni buzishni xohlamayapti va investitsiya paketlarini sekin-sekin o'sha 500 milliardni investitsiya qilishni ma'qul ko'ryapti. Shunaqa gap, stavkalar bo'yicha tekshiruvlarga izoh bermayman deyapti. Mayli, kuzatamiz. Tillacha yuqoriga berish kerak. Qo'rquv indikatori yuqoriga, chunki Donald Tramp Eron masalalari bo'yicha bir nima gaplar bor, men bunga to'xtalib o'tirmayman. Yuqoriga tilla baribir yuqoriga berish kerak. Imkon qadar signal qarab yuqoriga ishlayveramiz. Dollar Kanada dollari masalasi, neft ko'tarilyapti. Keldi USD pastga texnik tahlil asosida tochka topsak albatta yana kiramiz. Out dollar juftligi bizda albatta hozir yuqoriga biroz ko'tarilishi kerak. Unchalik emas go'yo, chunki savdo tarifi xavotirlari hozir e'tiborimiz markazi. Ertaga o'rtoqlar Avstraliya dollar bo'yicha yangilik bor. Ya'ni Avstraliya iste'mol inflyatsiyasi bo'yicha oylik ma'lumotlar kutish afzal ko'rishyapti va outdan ko'pchilik pozitsiyani olib chiqib ketib qolgan. Ya'ni outdan chiqib ketgan kuchli investorlar ham out yuzini bayam qilmayapti, sell ham qilmayapti. Bozorda kichik pullar ham out dollar juftligini, ya'ni kichik pul deganim bir necha milliard dollar bilan impulslar, kichik impulslar sabab bo'lishi mumkin. Maslahat bermagan bo'lardim savdo qilishni, savdo yo'nalishida xatolik bo'lishi mumkin. Dollar, Shveysariya franki biz sellga qaraymiz, chunki bu yerda albatta xavf aktivga talab ortishi bizni
dollar shvetsariya frank bo'yicha pastga pozitsiya qalashimizga undayapti. Menimcha kuchli ma'lumotlar berib o'tdim. Undan tashqari reelslar bor, o'rtoqlar, reelslarni ko'ringlar, darsliklarni ko'ringlar. Amerika Central Asia YouTube, Instagram, Telegram kanallarimizga obuna bo'linglar va aytgancha bugun men sizlar bilan O'zbekiston vaqti bo'yicha taxminan 14:00 da Instagramda live'da ko'rishaman. Amerika Central Asia Instagramimiz nomi va mana shu konkurs o'tkazilgan Instagramda shunda yutganlarni e'lon qilib chiqaman. Ya'ni 5 ta g'olibni generatsiya orqali tanlaymiz. Barchaga rahmat. Streamdan ko'rishguncha sizlar bilan xayr, salomat bo'linglar.